Uzoq bir qishloq yaqinidagi xaroba bir kulbada 1000 yoshli jin yashardi. Bu yerda jin istiqomat qilishini bir paytlar hamma bilardi. Bu yer xosiyatsiz joy. Bu kulbaga yaqinlashmanglar, deyishardi kattalar. Oradan zamonlar o'tib bu so'zlar unutildi. Kulba o'rnida katta xarsang tosh va do'ppaygan qumtepa qoldi. 1000 yoshli jin shu xarsang tosh ostida yashardi. Kulba oldidagi daraxt kovagida esa ota-bola shaytonlar istiqomat qilishardi. Jin shaytonlarni yoqtirmas, shaytonlar ham kulbaga yaqin kelishmasdi. Jin 1000 yildan buyon ne voqealarga guvoh bo'lgan. Xonliklarni qulashi-yu imperiyalar yuksalishi, odamlarni azob va quvonchlarini ko'rdi. Ammo bu vaqt davomida u hech qachon odamlarga yomonlik qilmadi. Kunlarning birida u qishloq tashqarisidagi dalada kimdir unsiz yig'layotganini eshitib qoldi. Qarasa bir dehqon, oldida sopisingan ketmon, eski poyabzal va kichik bir xaltada ozgina don bilan yig'lab o'tirardi. "Nega yig'layapsan, odamzod?" so'radi jin. Dehqon boshini ko'tarmay javob berdi. "Men bor budimni ekdim, lekin suv yo'q. Irmoqlar qurib qolgan. Yomg'ir yog'ishini kutib o'tiribman. Qurg'oqchilik meni adoyi tamom qildi. Charchadim." 1000 yoshli jin hayotda hali tajribasi kam bo'lgan dehqonni yoniga o'tirdi va "Tamom bo'ldim degin. Tushunaman. Men ham azob nimaligini yaxshi bilaman. Men toju taxt uchun otasini o'ldirganlarni ko'rdim. Urushlarda farzandlaridan ayrilgan onalarning faryodini eshitdim. Bilasanmi, 1000 yildan buyon faqat sen meni hayron qoldirding. Har yili hosil bo'lsa bo'lmasa, yana umid bilan yerga urg'a ekasan. Hech qachon umidingni yo'qotmaysan. Seni umiding meni sehrimdan ham kuchli", dedi jin dehqonga boshdan oyoq razm solib, keyin so'zida davom etdi. "Senga rahmim keldi. Xohlasang seni boy badavlat qilib qo'yaman. Faqat bitta shartim bor. Kambag'allarga yordam berasan." Buni eshitgan dehqon, "Qasam ichaman. Sen nima bersang, muhtojlarga beraman. Ochlarni to'ydiraman. Meni boy qilib qo'y", dedi dehqon.